Agar qo'lingiz ayniqsa kechasi uvishsa, bosh, ko'rsatkich barmoqlarda uvishish kuzatilsa, buyumlarni ushlash qiyinlashsa, qo'lingizda kuch kamaygandek bo'lsa, nevrolog ko'rigiga borishingiz shart. Agar bu holat davolanmasa, qo'lda kuch kamayadi, mayda motorika, narsalarni ushlash qiyinlashadi, yozish qiyinlashadi. Qo'l mushaklari kuchsizlanishi mumkin. Kundalik ishlar ham qiyinlashib boradi. Foydali bo'lishi mumkin. Bilakka ortiqcha yuklamani kamaytirish, maxsus tungi fiksator, ergonomik holatda ishlash, yengil mashqlar. Lekin bu vaqtinchalik yordam beradi. Shifoni esa to'g'ri tashxis va vaqtida davolanishdan topasiz. Nevrolog ko'rigida qo'l mushaklari kuchi tekshiriladi, sezuvchanlik, reflekslar ko'riladi va albatta NMG tekshiruvi amalga oshiriladi. Bu tekshiruv orqali biz nerv qanchalik siqilganini aniqlab olamiz. Men 19 yillik tajribaga ega integrativ vrach, nevrolog, neyrofiziolog Nasriba Dilfuza. Sizni va yaqinlaringizda shunday holatlar kuzatilsa, quyidagi raqamlar orqali qabulimga yoziling.